Samsung Galaxy A56 unboxing qilamiz. Albatta smartfon haqida kamera, video, foto testlari, bundan tashqari PUBG va albatta akkumulyatorni real holatda tekshirib ko'rib, qanchaga quvvat ketmasligini va umuman smartfon haqida haqqoniy fikrimizni bugungi videoda bilib olsanglar bo'ladi. Samsung Galaxy A56 ustiga rangidan ko'rinib turibdi. Bu qora rangli versiyasi. Bunaqangi chiroyli Eco versiyadagi plombasi bor. Chiroyli qilib ochamiz. Wow, dizayniga gap yo'q. Chiroyli qilishgan, lekin ko'rib turibsizlar, kamerasi korpusda anchagina chiqib turibdi. Pixel smartfonlar shunaqangi dizayn ko'rgan edik. Komplektatsiyasi har doimgidek hozir arzonchi bo'lgan smartfonida ham komplektatsiyasida ozgina ekonom qilib qolishyapti. Albatta buni birinchi Apple kompaniyasi o'rgatdi qanaqa qilish kerakligini, kabeli Type-C ga Type-C va smartfonning o'zi zo'r, dizayni zo'r. Samsung Galaxy A56 bizda grafit grey rangli versiyasi, ya'ni seriya rangi juda ham zo'r. Ramkalari alyumindan ishlangan, pastki qismida Type-C razyumi, ikkita mikrofoni, dinamiga sim kartalarga ikkita sim karta olish imkoniga, tepasida yana ikkita mikrofon, o'ng tomonda esa ovoz boshqarish va o'chirib yoqish tugmalaridan iborat. Smartfon narxiga arziydimi degan savol tug'iladi. Hozirdan aytish mumkin, Redmi Xiaomi'chiligi ham menimcha havas qiladigan smartfonlardan bittasi. Sababi 8128 GB versiyasini aytgancha bu smartfon bizga iSafe do'koni taqdim etdi. iSafe do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda 8128 GB versiyasi $378 va 8256 GB versiyasi $418 boshlanar ekan. Endi Samsung Galaxy A55 dan bu qanaqa farqi bor desa, ozgina protsessorda, displeyda, tashqi o'lchamlar, dizaynlarda ozgina o'zgarishlar bor. 5000 mAh akkumulyator A55 da ham, A56 da ham edi, lekin o'ziga yarasha o'zgarishlar bor va mana bu smartfon anchagina stabillashgan. Samsung Galaxy A55 smartfon narxini tanib chiqadigan bo'lsak 315 va 345 va hozirgi paytda 12 GB versiyasini $365 dan sotib olsa bo'ladi. Samsung Galaxy A55 olgan yaxshimi yo A56 mi desa, men so'zsiz A56 derdim. U Samsung Galaxy A56 smartfonni kimlar o'tadi degan savol tug'iladi. A51, 52, 53, 54, hattoki bir qisman taxminan 10 yoki 15% A55 foydalanuvchilari Samsung Galaxy A56 ni olishi mumkin va smartfon menga juda ham yoqdi. Nima deysizlarmi? Kelinglar birinchi protsessordan gapni boshlaymiz. Keyin videomiz oxirida PUBG va boshqa testlarni tugatamiz. Protsessori Exynos 1580. To'g'risini aytsam, Exynos protsessorlariga anchadan bir ishonch yo'qolgan, lekin Samsung Galaxy S24 va 24 Plus smartfonlarda Exynos qo'yishgan edi. Natijalari yomon emas edi va albatta A seriyasida har doim Exynos ishlatib kelinadi. Throttling test qilib ko'rdim, natijasi juda ham zo'r. Antutu natijalari bo'lsa o'sha bu narx kategoriyasidagi smartfonlarga xos ravishda. Geekbench natijalari bo'lsa Poco X6 Pro, Poco X7 Pro smartfonlari bilan tenglasha oladi. Va albatta PUBG testlarini qilib ko'rdik. Albatta video davomida bilib olamiz. Displey haqida gapiradigan bo'lsam, 607 dyuym Super AMOLED 120 Hz displey yangilash tezligi, maksimal yorug'ligi 1900 nit, 1080 ga 2340 piksellar soni va 1 dyuymga piksellar soni 380 ppi tashkil qiladi. Always on display funksiyasi bor va albatta 60-120 Hz orasida ishlash imkonini beradi. Android 15 va 6 yilgacha One UI 7 grafik qobil yangilash keladi. Albatta Samsung Galaxy A55 da adashmasam 4 yil edi, 4 yil yoki 3 yil edi. Bunda naqd 6 yil, ya'ni juda uzoq vaqt aktual bo'lib ishlatish imkonini beradi. Albatta smartfon tez ishlashi nafaqat protsessori, balki xotirasi ham muhim rol tutadi. Doimiy xotirasi UFS 3 O'shaning uchun ham juda yaxshi ishlayotgandi. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, diafragmasi f/8. Bundan tashqari 12 va 5 megapikselli makro kameralardan iborat. Video maksimal Full HD da 60 va 4K da 30 fps asosiy kamerasida. 30 fps video test. 4K 30 fps video otganda 0.5 ga o'tkazsak bo'ladi. 1x, 2x, 4x, 10x gacha yaqinlashtirish imkoniga ega. Bo'ldi, shu ekan. 4, 2, 1 va 0.5. 10. Bitta o'tdi, yomon emas.
Ani plavni o'tmayapti, lekin shang'illab bitta o'tkazib tashyapti. O. Ana endi yaxshi o'tdi. Samsung Galaxy A56 smartfoniga 4K 30 FPS oldi kamerasiga video olamiz. Shu joyda turib rasmga olsa bo'ladi. Xuddi shunaqa yana davom ettirib ketsa bo'ladi. Quyosh orqamizda bulutlarni ajratib berishi yaxshi, yomon emas. Samsung smartfonlari har doim foto video imkoniyatlari va demak mana shu narx kategoriyasida Redmi, Realme, Vivo, Oppo smartfonlaridan qanaqadir miqdorda yaxshiroq yurgan, lekin har doimgidek bilasizlar, Realme, Redmi smartfonlar 1.8 megapiksel, 200 megapikselli kameralarni qo'yib, demak kamera megapiksellar hisobiga yutib ketardim. Lekin umuman olganda mana shu smartfonda, mana shu kategoriyasi, ya'ni 300-400 dollar atrofidagi smartfonlar ichida kamerasi yaxshilardan bittasi deya olaman. Hech qachon Samsung bunaqa maqtamaganman. Albatta sizga ICF bergani uchun, tekinga bergani uchun maqtayapsiz deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, rostdan ham dizayn jihatidan ham, ramkalariga alyumin ishlatgan ham, ya'ni metal, orqasi shisha, Corning Gorilla Glass Victus Plus oldi ham, orqasi ham, undan tashqari IP67 suv va chaynak himoyaga bo'lgan smartfon va umuman ishlash jarayonida menga haqiqatan ham juda yoqdi. Umuman qanaqadir qotishlar, laglar, buglar, qanaqadir xatoliklar sezmadim. Ya'ni maksimal demak o'sha toza qilib, yalab, dasturiy ta'minoti shu darajada yaxshi sozlanganki, qanaqadir xatoliklarni ko'rmayapmiz. Albatta ushbu smartfonda ham standart bo'lgan Circle to Search bor. Hozir mana smartfonni rasmiga oldik va qidirib ko'ramiz. Smartfonda nima naushnik ekan? Nothing naushniklari juda yaxshi, to'g'ri topdi. Qayerdan olsa bo'ladi? Uzumdan olsa bo'ladi. Amazonda bor, AliExpressda bor va boshqa OLXda mana sotayotganlarni ko'rsatyapti. Ya'ni biron bir narsa oladigan bo'lsangiz, Circle to Search asosan biron bir narsa xarid qilish uchun yoki bu nima degan savolga javob olish uchun ishlatiladi. Yana bitta misol, mana shunga o'yinchoqni topmoqchimiz. Qayerda topsa bo'ladi? Chiqdi, yaxshi. AliExpressda bor ekan, xuddi shundan o'zidan. Yana Wildberriesda bor ekan, boshqa choraklari. Murzilka endi bu qozoqlarniki ekan, qizi. O'zbekistonga faqatgina uzumda hech kim sotmas ekan, AliExpressdan olsa bo'lar ekan O'zbekiston uchun va Wildberriesdan ham adashmasam O'zbekistonga xarid qilsa bo'ladi. Yaxshi funksiyalardan bittasi, aytaylik, YouTube'da biron bir video ko'rayotganingizda, qani kim ekan mana shu odam? Kim bu? Desanglar, Yuriy Gagarin chiqazib beradi. Zo'r funksiya, ya'ni shunday smartfoningiz o'zidan xohlagan narsangizni qidirib topsangiz bo'ladi. Albatta bu sizni yana tupoylashtiradi, ya'ni ko'proq eslab qolish, ko'proq narsani o'rganish emas, balki oddiygina mana shu harakatlar orqali juda ham tez narsaga erishish, ya'ni ko'proq odam qidirib, izlanib narsa qiladigan bo'lsa, ko'proq ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Mana bu ayol kim ekan bu? Buni topolmadi. Buchi? Demak, bu ham topilmadi. Nomashhur odamlar ekan bular. Mana hozir rasm oldik. Shu sun'iy intellektda удаление obyekta qilamiz. Поиск предложения удаления содержимого, ya'ni сеть orqali ishlaydi bu. Udalить belgiladik. Hop, bu ozgina soya qoldirdi. Chizib berdi, yomon emas. Отменить. Demak, qo'limni chizib berdi. Qanaqadir miqdorda yomon emas, albatta, bitta qora soyasi qolib ketdi. Lekin umuman olganda, bu narx kategoriyasi uchun sun'iy intellekt shu darajada ishlashi bo'ladi. Ya'ni o'zingiz ham o'chirib qiladigan bo'lsangiz, qiyin bo'ladi. Albatta, mana bu joyini qo'shimcha Photoshopda to'g'irlab olishga to'g'ri keladi. Men sal yemay qolgan, lekin umuman olganda qoniqarli darajada deb o'ylayman. Aynan mana shu narx kategoriyasida mana shunaqa ishlashi. O'zi S seriyasida bundan ham zo'r ishlaydi, lekin bunda nima bunaqa ishlayapti? Protsessorda muammomi yoki oxirigacha yaxshi sozlanmaganmi? Bu protsessorga bu ilova, bu funksiyasi bilmadim, lekin mana shu S seriyasidan ko'ra A seriyasida bu sal yomonroq ishlayapti.
Barmoq izi skaner displey ostida joylashtirilgan, optik sal pastroqda joylashtirilgan. Ishlashi juda tez deyolmayman, lekin aniqlik darajasi yaxshi. Albatta ultra sensorlardan ko'ra bu sal sekinroq ishlaydi optik. Shunga qaramasdan yomon emas. Displey ramkalari pastki ramkasi sal kattaroq, tepasi yaxshi, ya'ni tepa va yonlari bir xil, lekin ramkasi anchagina katta, ya'ni bu narx kategoriyasida hozir juda minimal ramkaga ega bo'lgan smartfonni taqdim etishyapti. Albatta displeyda shim darajasi bor, ozgina, lekin bu Samsungga xos ravishda buni o'zgartirish olmaydi. Ya'ni bu arzonchi smartfonida ham bu narsa seziladi. Shu sababli bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Amaliy displeylar ko'zini charchatadigan odamlar uchun albatta Samsung bu seriyadagi smartfonlarni olish tavsiya qilmaymiz. Dinamik va stereo hozir bitta eshitib ko'ramiz. Demak, chap qo'limda Samsung Galaxy A56 smartfoni. Bu esa Poco F5 Pro smartfonimiz har doimgidek. Samsung Galaxy A56 ni stereo dinamiklari juda ham yaxshi, stereo effekti bor va albatta tovush sifati, balandliklari ham demak oldingi yilgi smartfonlarga qaraganda yaxshiroq. Qo'lda o'tirishi albatta tashqi o'lchamlari nisbatan katta, kattagina flagman smartfonga o'xshab tuyuladi. Juda katta, buni ko'ryapsizlar. Bitta qo'lda ishlatish noqulay bo'lgan smartfonlardan, ya'ni kattagina ramkalari tekis bo'lgani hisobiga albatta uzoq vaqt ushlab turadigan bo'lsangiz, qo'llaringizga botib iz qoldirish holatlari bo'ladi. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC va infraqizil porti afsus ushbu smartfonda yo'q. Uy texnikasini boshqara olmaymiz. 5000 mAh akkumulyator 45 vattgacha quvvatlash qo'llab-quvvatlaydi. Samsung Galaxy A55 da 25 vatt edi, bunda 45. Albatta komplektda kelmaydi. 45 vattlik quvvatlash moslamasini olaman desanglar, marhamat iSafe'ga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yaxshigina narxlarda qilib berishadi. Aytgancha ushbu smartfonni ham iSafe'dan olsanglar, chexol ham qo'shib berishayotgan ekan. Samsung Galaxy A56 ga qo'shib 45 vattlik quvvatlash moslasini yana sotib oladigan bo'lsanglar, 30 minutda 65% gacha va 68 minutda 100% gacha to'liq quvvat olish imkoniga ega bo'ladi. Quvvat ketishi qanaqa desanglar, 5000 mAh akkumulyator va PUBG Mobile o'ynab test qilib ko'rdik. Hozir PUBG Mobile'ni ham ko'ramiz holatida va albatta quvvat ketishini ham aytib o'tamiz. Men 25 minutdan bir o'ynayotgan ekanman. Yarkisda boshida nimadir tashib yubordi. Endi foni slishim yorib bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin maksimalni qo'yib qo'ydim va shundan keyin tushmadi yarkisda. 25 minut salkam yarim soat silgan bo'ladi o'ynaganimizdan keyin. Smartfon unchalik qizimadi. Ko'rishingiz mumkin, protsessori 41 45 atrofida, 40-45 atrofida demak qizigan. Ya'ni 49 gacha chiqmagan. Bu yarim soat 25 minut o'ynagan natijamiz. Albatta timer qo'yib qo'yamiz. Timer qo'yib qo'yib narsalarni tekshiramiz har doimgidek. Samsung Galaxy A56 8 GB versiyasi $378. Menimcha qimmatroq, sababi bu narxga xotirasi bundan ham kattaroq bo'lgan Poco X7 Pro, Realme'da har xil, Redmi'da har xil versiyalari bor. Ya'ni bundan ham holatlari, texnik jihatlari kuchliroq bo'lishi mumkin, lekin bu smartfonda o'sha Xitoy smartfonlarida bitta yo'q narsasi bor, tan olish kerak. Ya'ni mobil aloqa Wi-Fi dan ishlashi Xitoy smartfonlariga qaraganda nisbatan stabilroq. Ya'ni bu smartfonni game uchun qanaqadir eksperimentlar qiladigan odamlar emas. Balki buni shuni olib, nechtadir ilovalar o'rnatib, bemalol telefon qilib gaplashib, komfortni telefonda gaplashib, har doim telefon tusha oladigan, qanaqangi sim karta bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi ushlaydigan
smartfon xohlayotganlar uchun albatta Samsung Galaxy A56 smartfon taklif qilishimiz mumkin. Yo, menga arzonroq mana shu xotira versiyada 8128. Protsessori ham mana shunga o'xshagan, kamerasi ham bundan yomon bo'lmagan, lekin arzonroq olsang albatta Redmi, Realme, Vivo smartfonlarini, budjet segmentli smartfonlarni bemalol tanlasanglar bo'ladi. Smartfon o'z narxiga arziydimi degan savol tug'iladi. Albatta arzonroq bo'lsa zo'r bo'lardi, ideal bo'lardi. Menimcha bozor yorib olgan bo'lardi. Lekin Samsung A55 o'sha 50, 51, 52, 53, 54, 55 seriyasi va xuddi shunaqa bu 56 seriyasi ham menimcha yaxshi sotiladigan smartfonlardan bittasi deb o'ylayman. Albatta A36 smartfoni bilan ham ushbu smartfonni solishtirib ko'rmoqchimiz. Albatta komment yozib qoldiringlar. Solishtirganimiz yaxshimi yoki shundoq ham A55 o'zi yaxshimi? Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.